Sa'dullayev Jo'ra Rixsiyevich. Jo'ra Sa'dullayev 1939-yilning 10-yanvarida Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eshonguzar qishlog'ida tug'ilgan. 1960-1967-yillari O'rta Osiyo davlat universitetining Filologiya fakulteti jurnalistika bo'limida tahsil olgan. Qibray tumani ijtimoiy-siyosiy gazetasida xodim, bo'lim mudiri, muharrir o'rinbosari, Zangiota tumani ijtimoiy-siyosiy gazetasida muharrir, Yosh Leninchi gazetasida bo'lim mudiri, 1974-1988-yillarda Sovet O'zbekistoni, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasida muxbir, bo'lim mudiri, bosh muharrir o'rinbosari, 1988-1989-yillarda Mushtum jurnalida bosh muharrir, keyingi yillarda Qishloq haqiqati gazetasida muxbir, Xalq so'zi gazetasining Toshkent viloyati bo'yicha muxbiri, bo'lim mudiri, O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasining Toshkent viloyati bo'limi raisi, O'zbekiston tabiati gazetasida bosh muharrir, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashining matbuot sho'basida mudir, munosabat, hozirgi Nuroniy gazetasida bosh muharrir, Toshkent haqiqati viloyat ijtimoiy-siyosiy gazetasining bo'lim mudiri vazifalarida ishlagan. U o'zining samarali ijod faoliyati davrida Dallasdagi otishmalar aks sadosi, Amerika imperializmining qonli izlari, publitsistik kitoblari, falsafa, iqtisodiyot va buxgalteriya hisobiga oid 10dan ortiq kitoblarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. O'zbekiston Jurnalistlar soyuzi mukofotining laureati, 1976-yil, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, 1988-yil, faxriy unvoni sohibi, yilning eng faol jurnalisti tanlovi g'olibi, 2006-yilda bo'lgan. Jo'ra Sa'dullayev Qarshi cho'li qahramonlari, 1970-yil, Kamolot yo'llari, 1980-yil, Tikparvoz, 1986-yil, So'nggi topshiriq, 1979-yil, Ocherklari to'plamlarining muallifi, O'zbekiston yulduzlari, 1977-yil, O'zbekiston qo'riqlari, 1980-yil, Istiqbol uchun mas'ulmiz, 1989-yil, kitoblarining ham muallifi, Zamondosh qalbi publitsistik nashr, 2005-yil, Davr ko'zgusi, Toshkent haqiqati, yillar, ijodkorlar, izlanishlar, 2006-yil, Asom g'adang nima deydi, Felyetonlar to'plami, 2007-yil, Umr oqar suv emas, publitsistik nashr, 2010-yil, Mirzabek qissasi, Ovloqdagi xonadon, detektiv qissa, 2010-yil, Ko'ngil to'lg'oqlari, publitsistik nashr, 2011-yil, kitoblarining muallifi. Shuningdek, Shajara xotirada o'chmas mash'ala, 2006-yil, Avlodlar shajarasi kitobining ham muallifi. Bugungi kunda uning ko'plab shogirdlari respublikamizning turli ommaviy axborot vositalari hamda qator idora va muassasalarida samarali mehnat qilishmoqda.